Bilarmidingiz? Asalari mumni yeganimizda ko'pchilik mumni chaynab, keyin tashlab yuboradi. Sababi inson organizmi mumni hazm qila olmaydi. Qizig'i shundaki, mumni hazm qila oladigan deyarli yagona jonzot mum kuyasi. Ammo asalarichilar uchun bu katta muammo. Chunki asallar katta mehnat bilan qurgan mum kataklarni mum kuyasi yemiradi va vayron qiladi. Zararlangan ramkalarni endi saqlab qolib bo'lmaydi. Shuning uchun ular qayta eritiladi. Bu orqali mum saqlanib qolinadi va kuya yanada tarqalish oldi olinadi. Bundan tashqari mum katak ramkalari alohida saqlanadi. Sirka hidi esa mum kuyasini uzoqlashtirishga yordam beradi. Asalarilarning o'zi kurasha olmaydigan zarar kunandalar juda ko'p. Shuning uchun asalarichilar avval ularni xavfsizligi va tinchligini ta'minlaydi, keyin esa asalni yig'ib oladi. Endi savol, bitta asalari umri davomida o'rtacha qancha asal ishlab chiqaradi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.